Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlar, aka-ukalar. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning xonadonimizda turibmiz. Bugunga 2-3 partiya qo'yimiz kelgan. Birinchisiga Arashan Yarichka qo'zi sog'lig'imiz bor. Mana garbonoslarini ko'ringlar. Garbonosga baho beramiz. Akalar, videoni boshida aytib o'tamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ko'ngillaringga qidirib yurgan qo'ydan chiqib qolsa, xudo xolisa, telefon qilib aloqaga chiqasizlar, ishlaringni bitiramiz. Mana birinchi qo'zimiz. Quloqlari o'ta kelgan. Kalla boshlari joyida, garbonoslari zo'r, dumbalari chiroyli. Mana qo'y o'zi bo'ynidan tulashni boshlabdi, mana dumbalari. Qo'zi hali 5-6 oylik qo'zi. Narxi ham o'ta arzon. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa qo'ylarimizning narxi o'ta arzon bo'ladi, qulay bo'ladi. Narxi bu Yarichka qo'zimizning narxi 5.200.000 so'mga Toshkentgacha dastavkasi besplatni. Kimga yoqsa, qiziqqanlar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Mana qo'zining holati o'ynab turibdi. Garbonos hamma yo'q kelgan mana. Dollar qo'yyapti buni, boshqa kanallarda ko'ryapmiz, dollar qo'yyapti. Xudo xolisa hali o'suvchi, o'sadigan, Qirg'izdan tushgan ikkinchi qo'lga o'tdi bizga. 5.200.000 so'mga Toshkentgacha dastavkasi besplatni. Undan uyog'iga kelishamiz. Xudo xolisa, azina kelishadigan joyi bor. Telefon qilib aloqaga chiqsalaring, ishlaringni bitiraman. Mana ko'rib turibsizlar, o'ynab turibdi qo'zi. Mana jonivar. Keyingisini olib chiqamiz. Keyingi partiyasiga bular ham qo'zi, qo'chqor sog'liq. Mana qo'chqor sog'liq. Ko'k qo'chqor, bunisi sog'liq. Mana quloqlarini qaranglar. Quloqlari ham shalpan quloq, garbonoslari ham o'ta chiroyli kelgan bularniki. Mana bizniki 18 chiqdi o'lchadi. Buniki 17 ekan. Hali 4 oy 5 oylik qo'zi bu. Bunisi 5-6 oylik qo'chqor. Mana yurishini bitta ko'ringlar. Bularning narxi o'ta arzon bo'ladi, xudo xolisa. Bularning ham narxi arzon. Mana qaranglar, qo'chqorni. Qo'chqor. Bunisi sog'liq. Jup sotiladi. Yakka so'rashsa yakkaga ham sotaveraman. Mana ko'rib turibsizlar, o'ynab turibdi qo'ylar. Mana garbonoslarni bitta ko'ringlar. Mana quloqlarini bitta ko'rsatib qo'y. Mana quloqlari ham o'ta mushni. Mana jonivorlar. Mana akalar, mana qulog'ini ham ko'raveramiz. Mana kalsovdan. Mana qo'zi sog'lig'i bunisi. Tort chekkan, mana qo'zi tikka sog'liq, bunisi qo'chqor. Mana ikkovini bir joyga oladigan odam bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqaversin. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar, ishlarini bitiraman. Mana ikkovi garbonoslar, kalla boshlari chiroyli narsa. Bunisi qo'chqor, bunisi sog'liq. 7.600.000 so'mga Toshkentgacha dastavkasi besplatni ketdi. Toshkentgacha dastavkasi besplatni. Manaqdan ham ko'rsatib qo'ylarni. Bu odamga ahamiyat bermaysizlar. 100 kilolik odam bu odam. Hop. 7.600.000 so'm. Pulli arzon, qulay narsa bo'lyapti. Keyingilarni chiqaramiz. Mana keyingi qo'ylarimiz obunachilar. Bular o'ta chors. Bo'g'oz bular. Nargisi qo'zi, bunisi 2 tishdan 4-tisigacha kelyapti. Birinchi qoringa qochgan bo'g'oz qo'ylar. Mana obunachilar. Ikkovi ham bo'g'oz qochgan. Bunisi qo'lga bilinib qolgan. Nargisinikiga kechkiroq. Bu ham Toshkentgacha dastavkasi besplatni. Ikkovini olaman deganga 10.200.000 so'mga dastavkasi ichida ketdi bu ham. 5.200.000 u 5 million. 10.200.000 ga dastavkasi ichida ketdi bular ham mana. Tishlari yosh, birinchi qoringa bo'g'oz bular.
Boylari 75-80 atrofida. 75 plus bo'lishi kerak. Mana. Keyingilarni ochamiz. Mana akalar, obunachilar keyingisiga bo'g'oz qo'lingni qo'yib-chi. Qo'lingni. Bo'g'oz. Naqlab turgan qo'zisi, ammo qo'zi variant. Dumba razredlari qaranglar. Qo'ydi enini bitta ko'ringlar polvonligini. Tort yetali mana. Dumbalarni ko'ringlar. Sal sekinroq tort. Qorinni qaranglar, qorinliq, juda qorinliq. 2 saychi bo'lishi ham mumkin. Bitta tishini ko'rsataylik mashina. Qoch qo'lingni qo'yib men o'zim ko'rsataveraman. Mana tishini bitta ko'ringlar. Tishi mana qo'zi hali. Tishi yormagan hali. Lekin naq bo'g'oz bolasi qo'lga urilib turibdi. Buni narxi $1000 bo'lsa, Toshkentgacha dostavka qilib beramiz. $1000 ozgina kelishilgan holatda.